Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Trading Mindset. Bugungi darsimizda Wyckoff darsligi bo'ladi. Wyckoff. Xo'p, shu strategiya haqida to'liqqonli o'rganib o'tib ketamiz. Nimalardan iborat mana shu narsalarni iloji boricha gapni qisqa qilamiz. O'rganishga harakat qilamiz. Bozor algoritmini yodlashga harakat qilamiz. Kimdir agarda oldingi darslarimizni ko'rmagan bo'lsa yoki endi noldan boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsa va shu niyatda yurgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana YouTube kanalimizda boshlang'ich o'sha bilimlardan boshlab iloji boricha ishlab berishlik foizi yuqori bo'lgan, aniqlik darajasi yuqori bo'lgan strategiyalarni o'rgatib kelyapman. Va iltimos sizlardan like, obunani portlatinglar. Nima uchun? Chunki aksariyat holatlarda bizda aktiv birinchidan past или ba'zi bir videolarimizda to'g'ri like ham yig'ilgani yo'q. Bu narsa men o'zim ketkizib 50 minutlab 40 minutlab dars o'tgan vaqtimga как обидно bo'ladi, tushunasizlar? Men bu narsalarni o'zim bilaman va sizlarga shuni ulashaman desam, lekin sizlarda aktiv yo'q. Bu yerda like bosish oson-u, bittagina tugmacha u bu emas. Kimdir qanchadir mehnat qilgani ham emas. Prostaki agarda yoqqan bo'ladigan bo'lsa va biror bir narsa tushuna olsanglar, prostaki like bosib kayfiyatni ko'taradigan bo'lsanglar, bundan ham yaxshiroq darsli videolar chiqishi mumkin. Men hozir to'g'risi bu videoni как majburlikdan olaman, chunki shu YouTube'ga video qo'yay, darslik qo'yay deb. Chunki nima uchun 27 ta like, 20 ta mana shunaqa bo'lyapti. Iloji boricha 30 ta, ko'p ham so'rayotganim yo'q. 200 talab, 300 talab odam ko'ryapti. Bu uchun rahmat. Hammalarga rahmat. Meni kuzatayotgan bo'lsanglar, men sizlarga rahmat aytaman. Sizlarga agarda to'g'ri bilim bera olgan bo'lsam, bundan ham men rahmat ayta olaman. Nima uchun? Chunki hozirgi paytda to'g'ri bilim beradiganlar ham, или to'g'ri algoritm yodlatadiganlar ham kam. Или hamma o'zicha, o'zini qarshida hayotda va tradingni o'lcha boshlagan. Hamma o'zicha gapiradi, boshqa hate qilyapti, mana shu. Men bu video darslarni chiqarishimdan sabab asosiy ma'no mazmun YouTube'da misol uchun Elliot deb darslik qidiringlar. Oddiygina 1-2 qonun qoidalar mana shunaqa takoy. Lekin tajriba bilan qanaqa holatda, qanaqa strukturada yopilinishli harakatlarni ko'p ham yo o'zi bilmaydi, yo aytmaydi. Tushunarli? Mana shu. Men sizlarga boricha aytaman, borimni to'kib sochaman. Iltimos, faqat iltimos emas, so'rov sizlardan. Mana shu videomizni 24 soat ichida agarda 30 ta like yig'ilsa, keyingi video darsimizda men sizlarga javob beraman. Slishkim zo'r SNR strategiyasini o'tib beraman. Ko'p kishi SNRni yaxshi ko'radi va ishlata olmay qiynaladi, lekin tushunishga oson strategiya. Xo'p, gapni qisqa qilaylik. Sizlar bilan bugun Wyckoff strategiyamizni o'rganamiz. Wyckoff, вот manaki Wyckoff strategiyasi, u kim bo'lgan, tug'ilgan, qayerda o'lgan, nima sabab kerak emas bizga, faqat algoritmni tushunishga harakat qilaylik, bo'ldi. Mana shu. Mana bu yerda esa AMD AUE emas, takoy AUE жизнь varam deb takoy nuqtachalar bilan yozilgan. AMD model bu. Qisqartirilma holatda yozilgan. Ma'nosi nimada? Ma'nosi A harfida o'sha akkumulyatsiya, M harfida M'da manipulyatsiya, D harfida distributsiya. Tushunarli? Va bizda yana keng 3 ta harakat mavjud: reakkumulyatsiya, markup, markdown. Tushunarli? Mana shulardan iborat. Tushunishga oson strategiya. Zo'r strategiya. Bozor algoritmini chotga ochib bergan. Bu yerda sizlar nimadir kutmanglar. Nimadir misol uchun ma'no mazmun qidirib yotmanglar. Prostaki sizlar algoritmni tushunishga harakat qilinglar. Hali sizlar novichoksizlar. Men kanalimda bilasizlar, noldan boshlab video darslarni olib kelaman. Kimdirlar rosa o'pirib qolibdi vorolichkamda. 100% strategiya deydi. 90% strategiya, 95% deydi. O'rgataman 90-95 larni. Lekin 100% so'rashyapti o'sha. 100% aniq ishlaydigan narsa yo'q-ku, o'zinglar bilasizlar. Даже 4 yil institutda o'qigan inson ham 100% nimadir bilaman deya olmaydi, misol uchun. Yoki nima uchun 11 yil maktabda o'qidi? 11 yil davomida maktabda o'qilinadi, biron bir narsa foydalanib ketilmaydi. Nima uchun til bilgan odam har doim bir nima
misol uchun harakat qilib ko'rish kerak yo chetga chiqa olishi mumkin faqatgina. To'g'rimi? Til bilsanglar ham, 11 yil maktabda o'qisanglar ham, diplominglar bo'lsa ham, umuman diplom buyoqqa o'tib qoldi уже. Diplom hozir hammaga qiziqayotgani yo'q, faqat sertifikat ham talab qilyapti diplomdan keyin. Sertifikat, oho, ishi ko'p bu narsalar. To'g'rimi? Tasavvur qilinglar, 20 yil vaqtingizni mana shu ta'lim sohasiga o'tib ketadi. Lekin sizlar tradingdan oddiygina algoritm bilan yodlagan holatda nimalar qilib tashlashingiz mumkin. Tushunasizlarmi? O'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar. 100% narsa qidirmaylik. 100% agar foydaga chiqqaningizda bu misol uchun anchagina biznesmenlar hozirgacha milliarder, trillioner bo'lib ketardi bunday olib qo'yganda. Nechtadan nechta bizneslar bor. Nima uchun odamlar qilolmaydi? Nima uchun odamlar qilmaydi o'shani? Chunki biladi, riskli soha. 60% holatda o'zini pulini oqlashadigan narsalar bor. Tushunasizlarmi? Mana shu. Men sizlarga tekin bilim beraman. Sizlar o'sha narsani qadriga yetsanglar bo'ldi. Like'ni portlatadigan bo'lsangiz, mana videolarni portlatib chiqazaveraman. 2 hafta bo'ldi oxirgi video qo'yilganda, lekin 330 ta like yig'olmadi shuni ham. 3 martadan bir so'rayman o'zi ham kanalda. Men itmasmanki sizlardan yalinadigan bir inson bo'lib bir sizlar o'zingizlar bir podдержка qilsanglar, men ko'p narsa so'ramayman sizlardan. Men bu yerda berayotgan bilimlarim stoyishi, men o'zim bilaman. Eli ko'rayotgan odamlar ham tushunibdi. Prostaki muammo narsa emasda. Tushunasizlarmi? Mana shu. Nima uchun kerak? Bu like'ni men nima qilaman? Monetizatsiya yoqilgan bo'lsa edi, misol uchun yangi ochilgan kanal 100 tagina подписчик hozir. Monetizatsiya yoqilib shuni ketdan pul ishlasam ham mayli edi. Yo'q. Men odamlarga tekin bilim berayapman. Tushunasizlarmi? Like nima uchun kerak edi? Sizlardan ham tashqari tumanda yurgan insonlar bor, tushunasizlarmi? $500, $1000 pul sarflab o'qib, bir nima o'rganib ketolmagan insonlar bor. Mana shu. Endi strategiya o'taylik. 7 minut vaqt yetdi o'zi. Xo'p, strategiyamiz akkumulyatsiya, manipulyatsiya, distributsiya. Boyaga AMD. Ma'nosi nimada? Ruscha o'rganishgan aksariyat odamlar ko'p o'zi shu yosh katta odamlar bo'lgani uchun men kuzatuvchilarim ruschani bilishadi yaxshi, inglizcha saqal tortmaydi. O'zi menda ham shu. Iloji boricha ruschada tushuntirishga harakat qilaman, lekin baribir ham bu strategiya inglizlar yaratgan, inglizlarni algoritmiga, tiliga tortib ketaveradi. Shuning uchun tushuntirishga harakat qilaman, lekin boricha muammo bo'lmaydi. Bu narsadan xavotir qilmanglar. Akkumulyatsiya nimadir? Akkumulyatsiya ruscha aytganda konsilyatsiya. Tushunarli? Konsilyatsiya kimdirlar aytadi flat deydi, akkumulyatsiya deydi. Mana shu narsa, ya'ni ma'nosi bozordagi ko'rinishligi mana bu. Tushunarli? Bozorda sizlar mana bu narsani ko'rasizlar. Misol uchun narx bitta diapazon ichida ma'lum bir mana bu harakat, mana bu oraliq ichida harakat qilinishli. Tushunarli? Misol uchun narx o'rtasiga kelib turib, mana bunday qilib chiqib ketib, mana bunday qilib tushib ketib qilmagan bo'ladi. Tushunasizlarmi? Bunaqa harakatlar bo'lmaydi. Prostaki mana shu harakatning ichida bo'ladi. Tushunarli? Bu narsa AMD. AMD'mish, akkumulyatsiya. Flat desanglar ham bo'ladi, konsilyatsiya desanglar ham bo'ladi. Qaysi biri o'zingizga ma'qul bo'lsa, o'shanisini bosaveringlar gazini. Xo'p, endi ikkinchisi manipulyatsiya. Manipulyatsiya nimadir? Manipulyatsiya soxta yorib o'tishlik. Ya'ni manipulyatsiyada shunday harakat borki, breakout va fake out degan tushunchalar bor bozorda, ya'ni trading algoritmida. Breakout nimadir? Breakout ya'ni mana bu akkumulyatsiyani SNR, SND strategiyasida как zona qilib olinadi. Mana shu zona qilib olinadi. Mana shu joyda narx yorib o'tdi, mana shu yerda yorib o'tdi narx. Bo'ldi, endi bayga yuriydi degan paytda narx selga oqib ketadi. Tushunarli? Bu narsa manipulyatsiya. Tushunarli? Bu narsa manipulyatsiya. Ya'ni odamlar kutadigan narsasi bu narsadan, ya'ni bu harakatdan kutayotgan narsasi akkumulyatsiya bo'lgan paytda narx yorishini kutadi hamma. Yorgandan keyin narx retest deyishadi. Retestdan keyin narximizni bayga harakatni kutishadi. Aksariyat holatlarda juda ham ko'plab odamlar mana shu harakatni kutadi. Lekin aslida unday bo'lmaydi, narximizni pastga oqib boradi. Tushunarli? Mana shu. Bu narsa bizda ya'ni manipulyatsiyani tashkil qilib beradi.
ikkita so'z, shuni unutmanglar. Manipulyatsiyada odamlar tushunishi uchun, ya'ni osonroq qilay sizlarga. Manipulyatsiya ya'ni fake out deydi-ku, misol uchun soxta yorib o'tishlik. Tushunarli? Fake out mana shu narsa manipulyatsiya. Tushunarli? Kimdir agarda tushunmagan bo'lsa, bu yerda stoplar SMC strategiyasi o'tsanglar-ku, mana bu yerda stoplarni yig'ishtiradi, unaqa likvidni, mana bu yerda pullar yotibdi, daxo'ya, pachka. Mana shunaqa gaplar bo'lib ketgan. Oson qilib tushuntiradigan bo'lsam va buni agarda kimdir tushunmayotgan bo'lsa, yana qisqacha tushuntiraman. Breakout degani yorib o'tgan tarafiga qarab yurishligi. Tushunarli? Yorib o'tgan tarafga qarab narx yuradigan bo'lsa, bu breakout. Tushunarli? Mana shu. Lekin narx yorib o'tgan tarafiga qarama-qarshi harakat qiladigan bo'lsa, bu fake out, ya'ni soxta yorib o'tishlik. Tushunarli? Mana bu yerda pachka dollar bo'lgani uchun, mana bu yerda pullar bo'lgani uchun emas. Bu prostaki narx harakati. Qaysidir bir strategiyada 40 yil, 50 yil oldin o'ylab topilgan strategiyani xatosi aynan mana shu joyda narx yorib o'tgandan keyin qarama-qarshi harakat bilan ketadi deb o'ylashgan. Bu narsaga hali Xudo xohlasa keyingi darsimizda to'laqonli to'xtalib o'tib ketamiz. Nima uchun? Chunki bu harakatlarni sizlar misol uchun SBR zona deydi, RBS zona deydi, support zona deydi, resistance zona. Mana shu ish qilib SNR darsligimizga, SND darsligimizga hali to'liq to'xtalamiz keyingi darsda. Lekin bugungi ma'no mazmun aynan manipulyatsiyadagi mazmun shundaki, narx yorib o'tgan tarafiga breakout kutishganda odamlar narx lekin u narsani qilmagan paytida mana bu yerda odamlarni aldadi deydi. Tushunarli? Mana bu yerda daffiga odamlar aldandi deydi. Mana shu. Manipulyatsiya ma'nosi qisqa qilib aytganda, qo'pol qilib aytganda, mana bu yerda odamlarni aldadi degan narsa. Tushunarli? Mana shu. Tushuninglar degan umiddaman. Endi distributsiya nimada? Distributsiya o'sha aldangandan keyingi harakati. Mana bu. AMD'dagi o'sha odamlar aldangan paytdagi eng kuchli harakati distributsiya bo'ladi. Mana shu. Distribution deydi. Bo't mana. Tushunarli? Bu AMD modelini uzunroq chizaverman, atak mamnunroq ham bo'lishi mumkin. Uni o'lchami yo'q. Tushunarli? Misol uchun ma'lum bir o'lcham emas, prosta ma'lum bir struktura mavjud. Mana shu. Mana bu narsa AMD. Mana bu AMD. Tushunarli? Dini aytmasam g'alati, xo'p, mayli. AMD, вот mana shu akkumulyatsiya, manipulyatsiya, distributsiya. Mana shu. Endi reakkumulyatsiya ili markup markdown degan gaplar ham bor edi. Nima deydi? Markup markdown. Markup degani narxda o'sha harakatda o'sishligi. Tushunarli? O'sishligi bir taraflama harakatlari aytiladi markup. Markdown sell harakat, ya'ni narximizga sellga harakat qilinayotgan paytda markdown deb nomlashadi. Reakkumulyatsiya nima? Reakkumulyatsiya akkumulyatsiyani kichkina varianti. Tushunarli? Katta akkumulyatsiya mana bu, kichkina akkumulyatsiya esa mana bu. Kichkina akkumulyatsiyada narximizga misol uchun impuls bilan keldi, to'g'rimi? Impuls bilan narx keldida kichkina harakatlar qiladida, narx ozroq miqdorda flatga tushib qoladida, как minimum mana shu. Misol uchun kichkinaroq ham bo'ladi, misol mana bunayroq. Qisqartiraylik bo't mana. Mana bunaqangi harakatlar ham bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Tushunarli? Mana bu narsa reakkumulyatsiya. Qisqa akkumulyatsiya, tushunarli? Mana shu reakkumulyatsiya deb nomlanadi. Mana shu ham shu. Ya'ni bu ham reakkumulyatsiya. Katta akkumulyatsiya esa mana bu. Tushunarli? Sizlar shuni unutmanglar, ko'p kishi adashtiradi. Harakat davomiyligida narximizga mana harakat qilgan bo'lsa, bu akkumulyatsiya emas. Bu kanal. Tushunarli? Buni hali keyingi darslarimizda o'tamiz, trend liniyalarda, lekin bizdagi asosiy ma'no mazmun bugungi mavzumizda narx flat, yonlamachi harakat. Tushunarli? Narximizda har doim aytaman mana shu gapni. Narx hech qachon tikka bayusib ketmaydi, hech qachon tikka bayusib ketavermaydi yokida narximizda to'lqa pastga tushib keta olmaydi. Tushunarli? Narx to'lqa pastga tushib keta olmaydi. Narx kerak bo'lsa mana bu holatda doim yura olmaydi.
Tushunarli? Narxda har doim откатlar, impulslar mavjud. Mana bunaqangi algoritmlar bizada mavjud. Tushunarli? Mana shu. Men bugun sizlarga bozordagi aksariyat sekretlarni tushuntirishga harakat qilaman. Mana shu. Tushunib olishga harakat qilsanglar bo'ldi. Sizlardan talab qilinayotgan narsa shu. Zo'r tushuninglar bo'ldi. Markup buydagi harakat, markdown selldagi harakat, reakkumulyatsiya impulsdan keyingi qilingan kichkina flat yoki konsolidasiya. Mana shu. Va undan keyingi yana harakati bu уже bizada yana markup. Tushunarli? Mana shu. Umumiy harakatda markup deb olsak bo'ladi. Yo bir taraflama impulsni harakatda markup deb ish qilib, mana shu narsa markup va reakkumulyatsiya mana bu. Tushunarli? Markup bizada demak mana bu ekan. Mana bu reakkumulyatsiya esa bizada mana bu kichkina harakatimiz. Tushunarli? Mana bu ham xuddi shu narsa. Endi bu yerda oralig'i katta qilib o'rganman, uzr, atak. Uzr so'rash kerak bo'lsa, mana shu yerda bizada markdown dedim, mana shu. Uzr, inglizcha menda zo'r emas. Mana bu bizada reakkumulyatsiyalar. Tushunarli? Bu katta ham bo'lishi mumkin, bu ham katta ham bo'lishi mumkin. Buni bitta sekreti bor. Bitta joyda o'qigan paytimda o'rganganmiz. Chotki sekretcha bor. O'rgataman, 90% ishlaydi. Prosta uni aniqlay olabilish muhim, eng muhim tarafi. Mana shu. Hop, bu qiyshiq chizganimni o'chirib yubordim, atak bo'lib qolsin. Endi demak, sizlarga algoritmni tushuninglar, mana 16 minut o'tdi. Endi hamma so'raydi, aksariyat holatda YouTube'da video darslarda shunday entry'si, stop loss, take'larni ko'rsatishmaydi yoki o'tmay ketadi. Tushunib oldi-yu deb o'ylaydi. Yo'q, sizlarga entry'si, take'i, stop kerak, to'g'rimi? Endi bu narsalarni gaplashamiz. Ketdi. Qani qaranglar. Xo'p, bizada birinchi navbatda endi entry'lar o'tamiz. Men har doim shunday birinchi qonun qoidalarni, algoritmlarni tushuntiraman. Keyin entry'lar. Mana shu. Xo'p, bizada akkumulyatsiya mana bu flatdan keyingi harakatda narximizni buyga yorib o'tadigan bo'lsa, tushunarli? Narximizni yo buy yo sell, tushunarli? U buyga yoradi faqat yo sellga yoradi faqat emas, yoki buy harakatida ko'rsatibsiz, sell harakatida ham ko'rsating deydi. Telefoningizni shunday chappacha ushlab ko'ring dedim keyin mana. Tushunamda. U bir taraflama emas-ku. Mana shu. Xo'p, endi akkumulyatsiya bo'ldi bizda. Demak, buni bildik. Akkumulyatsiya harakatini biza to'laqonli, bitta ham soya ham, bitta ham tana oshiqcha va chiqib ketmagan holatda tekis olamiz. Tushunarli? Mana shu holatda. Bu akkumulyatsiyani belgiladik biz degan. Endi biza keyingi navbatda qiladigan ishimiz, xo'p, keyingi navbatda qiladigan ishimiz bizda doimgidek Fibonacci. Tushunarli? Fibonacci instrumentini olamiz, nastroykasiga kiramiz Fiboni 1272 1.14 oralig'ini qo'shib olamiz. Tushunarli? Doimgidek. Va buni fonini o'chiradigan bo'lsak, mana fonni o'chiramiz mana bu yerdan va buni mana bu tarafga qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shu. Endi biza nima qilamiz? Narximizni flatda harakatlandi. Flatda harakatlangandan keyin tekis qilib belgilab oldik, to'g'rimi? Va aynan mana shu flatda maksimumidan yuqori qismidan, tushunarli? Yorib o'tishiga qaraysizlar avval. Mana shuni unutmanglar. Narx buyga yorib o'tdimi, narx yuqoriga yorib o'tibdimi, sizlar yuqori nuqtasidan akkumulyatsiyani pastki nuqtasigacha qaratib tekis tortib olasizlar, tushunarli? Mana shunday. Qolib bo'lishi kerak. U ma'lumotlarda chiqib qolmasin lishni. Mana shu. Gapim shu. Endi biza akkumulyatsiya holatini topdik va mana shu holatda Fibonacci instrumentini tortdik, to'g'rimi? Va mana shu harakatimizda narximizda biza entry qilamiz sellga, tushunarli? Sellga entry qilamiz 1272 1.14 1618 dan. Mana shu 3 ta o'rgandan biza entry amalga oshiramiz.
Mana shu uchala o'rgan bizga entry diapazoni. Tushunarli? Mana shu nuqtadan biz entry amalga oshiramiz. Bizani birinchi take profit nuqtamiz 1618 dan kiramiz, 1.14 deylik. Biz qaytishiga ishlaymiz narxni, bu yerda take sifatida emas, qaytishiga ishlaymiz. Tushunarli? Sell kiramiz bu yerda. 1618 dan 1.14, 1272 dan. Narx bayga yorgan taqdirda. Shuni ham unutmanglar. Xo'p. Va bizani birinchi take profitimiz 0.5. 0.5 nuqtasi. Nima uchun? Chunki narximizni boya aytganimdek, o'sha kamsitib gapirilayotgan o'sha deylik SNR strategiyasini yoki o'sha aldanayotgan insonlarni может aldanmay qolishligi ham mumkin. Tushunarli? Mana shu. Ya'ni nima demoqchimanda? Mana bu yerda dafiga pul bor, mana bu yerda soqqa bor, likvid, pikvid qilmaymiz. Yoki da odamlar stopini ovlayapti demaymiz. Endi bu gap bilan men kimnidir shaxs biron bir insonni aniqlayotganim yo'q. Misol uchun kamsitganda gapirayotganim yo'q. Prostaki как ahmoqonadek tuyuladi. O'zinglar ham bir o'ylab ko'ringlar, mana bu yerda stoplar bor, ovlaydi, qo'yadi. To'g'ri ma'no bilan tushuntirsa bo'ladiki, algoritm bilan. Unaqangi gapni qilib tashlash xato deb o'ylayman. Mana shu. Endi narx bayga yorib o'tdi, 1618 gacha borib, narximizni 0.5 gacha biz birinchi take profitni ishlaymiz va bezubitkadan qo'yamiz. Tushunarli? Bezubitkadan qo'yamiz. Nima uchun? Chunki biz bilmaymizki narximiz qaytishligi mumkin yana. Breakout bo'lishligi mumkin. Tushunarli? Narx yana yorib dальше chiqib ketishligi mumkin. Aynan mana shu narsa bo'lganligi sababli biz 0.5 nuqtadan birinchi take profit qilib olamiz. Mana shu. Hozir o'rgatayotgan strategiyamni hech qayerda yo'q. Men bunga javob bera olaman. Nima uchun? Aynan bu holatda 1.14, 1272, 1618 polностью mana shu uchala o'rmondan 0.5 gacha kirinishli holati bu akkumulyatsiya, ya'ni manipulyatsiya mana shu harakatlarimizdagi jarayonda как YouTube'da shuni qidiringlar, misol uchun YouTube'da qidiringlar, YouTube'da buni olib qaraganda bunday o'rgatilgan video darsi yo'q deb o'ylayman. Chunki nima desam, akkumulyatsiyani shunday qidirgan paytinglarda sizlarga nima deb chiqardi videoda? Yorib o'tgandan keyin mana bu joydagi IFVG bilan FVG zonani topasizlar deydi. Tushunarli? Lekin sizlarga mana bu yerdan snayper entry qilishlikni keltirib bermaydi. Tushunarli? Mana shu. Mana bu yerdan sizlar 3 ta entryni amalga oshirasizlar va sizlar birinchi take profitinglar 0.5 bo'ladi, chunki narxni eng qaynoq nuqtasi, olov bo'lib yonadigan nuqta mana shu. Chunki narxni mana bu joyimizda как 50% dan narx kerak bu akkumulyatsiyani inobatga olmasdan turib, narximiz mana bu akkumulyatsiyani inobatga olmasdan turib, prostaki oxirgi high low nuqtaga nisbatan, ya'ni mana bu maksimum minimumga nisbatan, hop mana buni ham o'chiray, chalg'itmasin. Mana bu harakatga, mana bu minimum, mana bu maksimumga nisbatan narximizda shuni OTE zonasi, ya'ni optimal trend entry zonasigacha tushib turib, mana shu qancha narx tushib turib, keyin bayga ko'tarilishligi mumkin. Tushunarli? Keyin bayga ko'tarilishligi mumkin. Bu holatda bizda demak sizlar shuni tushunib olinglarki, narximiz OTE zona mana shu yerda ishlashligi mumkin. Может. Chunki mana bu akkumulyatsiyani inobatga olinmasa agar. Mana shu. Shuning uchun biz 0.5 ga take qo'yishga majburmiz. Chunki bu narsa как narximizni pastga tushgan paytda bu yerdagi algoritm ishlab ketishligi mumkin. Mana shuning uchun biz 0.5 ni birinchi take qilib olamiz. Demak, boyagi grafikimizga qaytaramiz. Hop. Mana demak biz bildikki 0.5 gacha ishlay olamiz. Undan keyingi take profit qayerdadir? Undan keyingi take profit bizda o'sha ICC tilida aytganda stoplarni ovlaydigan joyimizda. Tushunarli? Stoplarni mana shu yerda ovladi. Ya'ni 0 nuqtasida. Odamlar aynan mana shu 0 nuqtasida, misol uchun mana shu pastki diapazonda stop qo'ygan bo'ladi va aynan narx kelib turib birinchi stopni uradi. Tushunarli? Va stoplarni yig'ishtirgandan keyin narx ham qaytib qolishligi mumkin. Tushunarli? Keyingi yuqoridagi likvid taraf qarab harakatlanishligi mumkin. Aynan stopni urib turib. Mana shu. Birinchi narx mani stopimni urdi, keyin ketdi degan gaplar
mana shu joydan kelib chiqadi. Mana sizlarga gapni ildisi. Tushunarli? U pul yig'ishtirib ketdi. Mana bu yerda dafiga dollar stopla qo'yilgan, ovlashimiz kerak. Yo'q. Odamlarni aksariyat holatlardagi harakatiga ko'ra narx mana shu joyda stop bo'layotgan bo'lsa, narx manipulyatsiyani qiladida 0 nuqtasigacha kelib turib, stoplarni urilingandan keyin narx keyin harakat qilishligi mumkin. Tushunarli? Mana shu. Ya'ni aldamchi harakat ikki taraflama mavjud bo'ladi. Mana shu. Manimcha tushuniladigan umiddaman. Endi bu bizada ikkinchi take profitimizdagi ma'no mazmuni. Mana shu narsani yaxshi ko'raman-da, shu har bir narsani tushuntirganingda shu ma'no mazmuni bilan gapirsang, odamlar ham tushunadi. Keyin misol uchun unaqa emasdi. Uzr, oxirgi paytlar to'g'risi asabiy bo'lib ketganman. Slishkam asabiyman. Qattiq gapirayotgan bo'lganman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. O'zinglar ham bilasizlar, odamlar misol uchun hali bilan narsalar emasdi. Ishlar ko'p, boshqa muammolar, bu yerdan odamlarning gapi, bu yerdan noto'g'ri gaplar, miya tipa mana shu. Xo'p, endi ikkita tekni mavjud qildik, to'g'rimi? Yana ikkita tek profit qoldi bizda. Ya'ni tepa 5 gacha ishlanadi bu strategiyada. Endi bu strategiya mani strategiyam kimnidir darslik videosida ko'rib sizlar o'rgatayotganim yo'q. Yoki kimnidir algoritm emas, yoki ya'ni bu mani kallamga qatdan kelib qoldi. Mani kallamga AroTrade darsligi bor, xohlasanglar anavi VIP darslik kanalida o'tilingan, $500 kursida o'tilingan. O'sha martingale strategiyasini o'rgatgan paytlarida mana shu narsani tushunganman. Men esa qo'shimcha 1272 1.14 dan qo'shganman va bu narsani AMD modelida hosil qilganman. Tushunarli? Как mana shu. Endi biza demak, boya tek qilib oldik, ikkita tek, to'g'rimi? 0.5 bilan 0 oralig'i yoki 1 oralig'ini mana shu joydan ish qilib. Endi bizadagi ikkita tek mavjud bo'ldi. Demak, mana bu yerda liniya tashlab qo'yay, sizlarga tushunarli bo'lsin. Bo't mana birinchi liniya, ikkinchi liniya. Endi bizadagi keyingi tek profit 1618 legend. Legend zonamizga, ya'ni oltin kesma zonamizga qo'yamiz. Nima uchun? Chunki oltin kesmaga narximizni qo'ysak, как tortadi, issiqlik bo'lmasdi, shuning uchun. Tushunarli? Uni tushuntirish shart, hojat ham yo'q, chunki ko'p holatlarda narx harakat qiladi. 1618 gacha keladi chindan. Mana shuning uchun 1618 ga tek qo'yamiz, undan keyingisi esa bo'ldi 2618 o'zi sizlarda full tepa. Tushunarli? Mana shu. 1618 ga qo'ydinglar, 2618 vot mana. Umumiy hisobda sizlarga 5 ta yo'q, 4 ta tek profit bo'ldi. 4 ta tek mana. 0.5 ta 1 yoki 0 da yoki 1618 Fibon teskari tortgandan keyin, tushunarli? Va Fiboni aytgancha 2 marta tortganimni ham aytib o'tib ketay. Fibo qanday qilib chapacha bo'lib qoldi jalladi. Quyida qilib qolmaysizlar ham. Mana. Fiboni birinchi tortishlikda entry paytida mana buni tortasizlar. 1618, 1272, 1.14. Undan keyin entry qilib bo'lganlardan keyin agarda narx pastga yana buzib o'tayotgan paytida shuni olasizlar, teskari qilasizlar bo'ldi. Teskari mana shuni tortasizlar endi. Va 1618 lar pastga ko'chadi. Mana 1618, 2618 va bu o'zi bizda 4 ta tek bo'layotgan bo'lsa, o'zi 5-chi tek 3618 bilan yakunlanadi. Bo'ldi, mana shu yerda sizlar umumiy hisobda normalniy foyda ko'tarasizlar. Vot. Menimcha tushuniladigan umiddaman. Bu algoritmlar juda ham zo'r, ishlatsanglar ishlab ketaveradi, foyda katta. Hozir grafikdan ham ko'rsatib beraman, tushunib olsanglar, yaxshilab ko'rib olasizlar. Mana shu, menimcha tushuniladigan umiddaman. Bu men o'zim real tajribamdan kelib chiqqan holatda o'tayotgan darsim, tushunarli? Endi menga o'zi asosan AroTrade darslar juda ham katta yordam bergan. AroTrade mesela jalga qamalganda shunisi yomon bo'lgan. Xo'p. Endi akkumulyatsiya qaytamiz. Bizda akkumulyatsiyani topishlikda qiynalmaylar sizlar. Akkumulyatsiyalar misol uchun bozorda slishkim ko'p. Mana misol uchun shunday bitta grafiklar mana buni kichraytirib olib turib,
akkumulyatsiyani realni topishinglar mumkin. Misol backtest qilsanglar, mana dafiga akkumulyatsiya, mana reakkumulyatsiyalar bor mana. Juda ham ko'p. Tushunarli? Misol uchun topishga qiynalmaysizlar. Misol uchun switchnoy strukturadan ham iborat bo'ladi. Yaqinlashtirsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda ham, mana bu yerda ham akkumulyatsiya M1 tanfrimda juda ham ko'p. Tushunarli? Mana shu. Endi akkumulyatsiyani topamiz. Endi qonun qoidalarimizga yana bitta qaytaylik, esdan chiqibdi o'zi. Ah, suka, desa kerak, hozir ko'rayotgan odamlar. Hop, qonun qoida. Akkumulyatsiya olinayotgan paytida shuni unutmanglar. Narx bitta joyga 2 martagina nima buni urilib kelgan bo'lsa, u akkumulyatsiya bo'lib qolmaydi. Shuni unutmanglar. Tushunarli? Mana bu joy akkumulyatsiya bo'lib qololmaydi 2 marta urilgan bo'lsa narx. Narx akkumulyatsiya paytida bitta diapazon ichida yuqorisiga ham, pastiga ham o'rtacha hisobda 3 tadan yoki 4 tadan ko'p bo'lishi kerak. Ko'pligi u misol 10 ta, 16 ta, 80 ta P, tushunarli? Ko'p bo'lishi ham mumkin. Bu yaxshi degani. Lekin narximizda misol uchun mana bu harakatimizda 2 tagina, 3 tagina harakat bo'lsa olmaydi. Tushunarli? Yoki-da endi bozor harakati bu narsadan garantiyalar bo'lmaydi. Mana bunayroq bo'lib qoladigan bo'lsa misol uchun. Mana bunayroq narx kirib kelgan, misol narximiz kirib kelishligidan oldin ham narxda harakat bo'lgan mana bunaqa. Mana bu maksimumni olib borishadi aksariyat odamlar. Yo'q. Sizlar bitta diapazonni mo'ljallanglar. 3 ta kasani o'sha yerda bormi yo'qmi? Tushunarli? Va u kasani oralig'ida bitta switchali raznica bormi yo'qmi? Shu narsani tekshiringlar. Misol uchun mana shu diapazonimiz mavjud, to'g'rimi? Mana shu diapazonimiz. Va aynan mana shu diapazonimizga birinchi switchi mana bunday urildi. Ikkinchi switchi mana bunday urildi misol uchun. Tekis borib urilmadi, yaqinroqga borib turib narx qaytib bordi misol. Mana bundayroq. Undan keyingisi esa вообще kelmadi, hech nima qilmadi. Mana bu yerda shunday keldida keyin qaytib ketgan narx. Bu holatda sizlar olmaydi, tushunarli? Bu holatda narx trend liniya hosil qilayotgan bo'ladi. Misol uchun narx bunday pastga tushib kelayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Tushunarli? Mana bunaqangi harakat qilayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun sizlar adashtirib o'rmanglar. Narx flat paytida har doimgi harakati bitta diapazon ichida mana bunday harakat qiladi. Narx tegadi mana shu yerda va qaytadi. Tushunarli? Mana shu. Yoki-da undan oldingi switchasi, misol uchun undan oldingi switchasi deylik, mana bunayroq chiqib ketgan va sizlar buni olib bormaylar. Tushunarli? Mana bu yerda ham flat deb, ichini flat deb, mana bu flat boshlanishda birinchi kasani deb o'ylamaylar. Flat deb olibsizlarmi, sizlar mana bu harakatni olinglar. 3 tadan ko'p bo'lgan bir oralig'dagi harakat bu flat. Mana shu. Shuni unutmanglar. 3 tadan ko'p bo'lgan. U misol uchun undan oldingi harakatlarda ham narx harakat qilgan bo'ladi-ku, o'shanisiga unutmanglar. Narx birdaniga flatga o'tib qolmaydi-da. Mana shuni yodda tutinglar. Tushuninglarga umid qilaman. Qani ketdik grafikda. Hop. Biz flatni topib olamiz. Flatimiz, hop, mana. Flat. Mana bu flat. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana ki. Olinishli. Flat zonamiz. Mana bu yerda bitta, mana 3 ta. Shundaylar, mana bu flat zona tayyor bizda. Flat zona tayyor bo'ldi. Mana shu birinchi flat zonamiz. Ikkinchisi, mana bu yerda bitta, mana bu yerda 2 ta, mana bu yerda 3 ta. Ketdi. Flat zona. Narx mana shu diapazonda ham qaytgan, ham mana shunday harakatlar mavjud. Tushunarli? Men nima uchun mana buni olmadim? Men nima uchun buni olmadim? Chunki bundan keyin atkat bordi va atkatdan keyingi harakatda narx flatga tushyapti. Lekin mana bu harakatdan boshlab narx flatga tushayotgani yo'q. Tushunarli? Demak, biz mana bu harakatni tan olamiz. Mana bu atkatlarni biz tan olamiz. Undan oldingi harakat bizga kerak emas. Nima uchun men mana buni misol uchun mana bu yerdan qo'shib olsak bo'ladi? Mana buni qo'shib olsak bo'ladi. Nima uchun men mana bu maksimumni olmadim? Nima uchun? Chunki narximizda mana bu maksimumni oladigan bo'lsam, bu maksimumdan mana bu misol uchun bitta switchani shuni o'lchab olamiz, mana shu switchdan harakat, to'g'ri? Mana shu doji switchamiz bor ekan. Hozir magnit qo'shganman-da, unaqa hozir. O'chiraydi. Sayibo. Mana shu switchlar bitta switchdan объем, to'g'ri? Mana bu flat agarda maksimum bilan biz tenglashtiradigan bo'lsak, mana bu zonani olinayotgan holatida o'sha bitta switch mavjud, tushunarli?
обычный holatda любой bitta switchani откаты mavjud va u joyga narx bir marta ham urilinmagan. Mana shuning uchun biz mana bu yerdan olmayapmiz. Tushunarli? Biz mana bu yerdan olishimizga sabab bo'layotgan narsa aynan mana shu harakatdan oldingi harakat kerak emas, bizga bitta diapazondagi harakat muhim. Mana shu. Demak, tushuniladigan umiddaman. Endi Fibonacciga o'tamiz. Fibonacci'da birinchisida take profit'da anonda ishlatayotgan paytda birinchi pasidan yuqorisiga qaratib Fibon tortib olamiz. Manaki. Va bizada narximiz manaki 1.14 gacha narximiz tushib berdi va ko'rishingiz mumkinki tekis, tushunarli? Tekis harakat orqali narximiz bittada mana shu yerda kirayotgan bo'lsa, shuni chiqibdi 0.5 gacha chiqib beryapti. Va narximiz 0 gacha chiqib beryapti. Demak, biz endi buni pipsini o'lchab ko'ramiz. M1 time frame'da если что, manaki birinchi 0.5 gacha bo'lgan harakatda narximiz aniq точно 2 punkt harakat qilib bergan. Uchta switch bilan buni time frame'ini farqi yo'q, aytgancha shuni ham aytib o'tib ketay. Umumiy chiqib bergan harakati 50 pips chiqib bergan M1 time frame'da, chunki hozir menga pipsovkalarda ishlamayman deydiganlar ham bor, kattaroq 200 pipslar, 300 pipslar ishlaydiganlar, o'shalarga ham tushuntirib o'tib ketaman. Va mana issiqlik bor mashitda dedim, mana 1618 gacha narx keldi. Shunaqa endi oxirgi o'sha 3-chi keldi. 2-chi tek, ha. Ya 3 uzun adashdim. Mana sizlardagi birinchi tekila mana bu yerda 0.5 da bo'lgan boshida, manaki 0.5 da bo'lgan, mana 0.5. Mana sizlarda keyingi tekimiz bir nuqtasi va undan keyingisi mana bu 1618 nuqtasi. 1618 dan oldin biz entry nuqtani ham olamiz. Entry'imiz bizda bu mana 1272 1.14 dan. Ko'ryapsizlar, 1618 ga narx yetib bora olmayapti. Tushunarli? Narx yetib bora olmayapti. Ko'p holatlarda shunday bo'lib qoladi. Odamlar esa mana shu joylarda xato qiladi. Tushunarli? Biz mana bu yerdan birinchi 1272 dan entry qildik. Undan keyingisi esa 1.14 dan bo'ldi. Mana ki 1.14 dan ikkita mana shu joydan entry qildik. Narx mana ketdi. Birinchi tekimizda demak 0.5 olindi, 0 olindi, 1618 olib, keyin narx oqdi mana. Keyin narx oqqan desa mana entry qilgan joylardan o'tib ketib qoladi. Bo'ldi, chunki algoritm tugadi. Mana shu. Tushundinglar? Yana misol uchun mana bu yerda tugadi, entrylar chiqib ketdilar, to'g'rimi? Va yana bizda konsultatsiya mavjud. Yana bizda konsultatsiya mavjud. O't manaki. Konsultatsiya bor. Nima qilamizlar? Fibo olasizlar, mana shuni tortasizlar. Manaki 1.14. Nima uchun 1618 ga yeta olmayapti? Ko'rdinglar? 1.14 ning ma'nosi kuchli, juda ham kuchli. Ona qara, mana shu ko'p ishlataman, zo'r ishlaydi. 1618 ga nisbatan 1.14 menga sevimli raqam. Entry qildinglar? Ha, mana shu yerda. 1.14 dan. Hop, mana 1.14 dan entry amalga oshirdinglar, 1272 dan entry amalga oshirdinglar. Narx nima qilyapti-da? Chiqib beryapti mana. Hop, ketdi. Full take ham bo'lgan menimcha. Katta ehtimol full take bo'lgan bo'lsa, ya'ni 5 ta take'imizdan ham olgan. Hop. Yo, 2 ta take, yo 4 ta take'da olibdi. 2618 gacha chiqqan bo'lsa-da, 3618 gacha oz qolgan mana. Ko'ryapsizlarmi? 2618 da chiqib ketdinglar, narx o'qib keyin mana. Algoritmlar zo'r, to'g'risi. Algoritmlar masala bekordan bekorga quruqdan narsalar o'rgatayotganim yo'q. Keyin katta qaysi time frame'da ishlatadi, qaysi time frame'da ishlaydi. Algoritm tushuntira olmadim. Time frame so'raydigan vaqt emas-da bu strategiyalarda. Mana shu mana M15 daman. Qaranglar, M15 time frame'daman, mana ki M15 daman. Xo'p, mana bu yerdan entry qilyapsizlar sizlar. Mana Fibon tortdinglar. Narximiz yana 1618 ga yetib bormayapti-da, 1272 ga narx keldida o'qibdi pastga. Mana sizlar entry amalga oshirdinglar. Mana shu yerda entry amalga oshirdinglar. Birinchi tekilar shippa keldi, mana 0.5 da oldi, 0 da ham urdi narx. Va narximiz 3 ta switchani o'zida, yo 2 ta switchani o'zida. Entry qildinglar, 2 ta switchani o'zida sizlar mana shu joydan misol uchun olgansizlar.
1618'de tekillarni uribdi narx, mana 1618'de tekit uribdi narx. E'tibor bilan qaranglar, pastdan yuqoriga narx harakat qilib, keyin yana oqqan. Ko'ryapsizlarmi? Yopilishligi mabetda bo'lib, keyin yana atkab, keyin tushgan. Вот. Mana sizlarga. Mana nima uchun 1618 keyin tekis sifatida ishlatilishligi mana shu. Mana entry'ni amalga oshirgansizlar mabetdan. Narx 1618 gacha ikkita switchada yetib keldi va mana sizlarni full take mana mabetda 3618 da уже full take'larni olib bo'ldi va уже bizada Fibonacci raqamlari ham даже qolmadi mabetda уже. Ko'ryapsizlarmi mana? Algoritmlar kuchli, algoritmlar zo'r. Bozorda tradingda ishlashlik oson. Prosta uni tushuna ola bilish kerak mana shu. Kimdirlar aytadi bozor qiyinlashtirib yubordinglar deydi, kimdirlar aytadi bozor osonlashtirib bo'lmaydi, bozor kuchli o'zi narsa deb aytadi. Yo'q, unaqa emas. Mana bu joyimizni zona qilib oldik, mana bu joyimizni ham oldik. Manaki ikkita zonamizni mavjud ekan, konsultatsiya joyi mana umumiy hisobda. Fibon nima qilamiz deb pastidan yuqorisiga, eng yuqori nuqta mana shu. Tortdi Fibon magnit orqali. Narx nima qilyapti deb 1272 yetmagan ekan, mayli. 1272 yetmasdan narximiz ketgan. Вот ketdi tepa. Yana topamiz. Уже 40 ming bo'lib ketdi. Bilay backtest qilib ketdim ma'lummi? Uzr. Hay valla, yana topamiz shu gapga qaranglar. Yana bitta top berib ketay. Bola bo'lmasam ketishmasin. Hop mana. Olamiz. Вот mana konsultatsiya joyimiz. Вот konsultatsiya bizada mana bitta manipulyatsiya qilgan narx, konsultatsiya bizada aytaman ko'rdinglar, adashdim o'zim. Вот mana switch разница bo'ldi mana bu yerda. Narxda atkat yo'q. Mana bu yerda 3 ta atkat. Ko'ryapsizlarmi? Mana даже o'zim ham adashdim mana. Mana bu yerda bizada olinadi. Вот 3 ta harakat mana bu yerda bo'lgan. Undan keyin esa mana bu yerda harakat bo'lgan. Вот mana 3 ta harakat. Mana bitta, ikkita, 3 ta. Demak biz nima qilamiz deb Fibon tortamiz. O'sha tezlashtirib odamlar backtest uchun video ko'rmaydi-da. Bir turun tur 1618 ga yeta olmadi narx oqdi pastga. Qanchalik oqdi deb o'ylaysizlar? Вот manaki. Fibon raqamlari ham даже yetmaydi o'sha yerga mana. Mana bu yergacha o'qib ketgan narx. Ko'ryapsizlarmi? Вот. Ishlatsanglar zo'r, topolsanglar zo'r. Mana bular misol uchun mana bu joylar reakkumulyatsiyalar. Lekin M1 time frame'larga o'tib qaraydigan bo'lsangiz, mana shu narsa akkumulyatsiya. Katta akkumulyatsiya. Вот. Mana shu joyda o'zida ham mana Fibon chapacha tortasizlar 1272 narx yetib keldi. Вот manaki 1272 entry qilinglar, narx uchdi mana, katta narxi. Вот. Lekin M15 time frame'da qarasanglar, bu narsa reakkumulyatsiya ko'rinadi. Kichkinagina akkumulyatsiya ko'rinadi. Katta akkumulyatsiyalar вот mana bular misol uchun gigant mana. Вот. Mana bular akkumulyatsiyalar. Ko'ryapsizlarmi? Tushuninglar degan umiddaman. Sizlar bilan trading mindset bo'ldi. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentda izoh qoldiringlar. Keyingi darslar qanday bo'lishini so'ranglar. Savolinglar bo'lsa beringlar, iltimos. Faqat nima desam, ahvoyimni savollardan bermanglar bo'ldi. Ya'ni qaysi tarafimda ishlatish kerak, bay holatda ko'rsatibsiz, sel holatda ham ko'rsating. Keyin yana qanaqangidir bir narsalar emasda, iloji boricha o'zinglarni qiziqtiradigan savollarni beringlar. Keyin iltimos trading halolmi, trading harommi deb ham so'rab o'tirmanglar. Chunki bu narsani xohlasanglar yana ChatGPTdan yozinglar. Tradingni qimor bilan solishtirmanglar. Birinchidan, trading qimor emas. Nima uchun? Chunki bu yerda tahlil qilasizlar. Bu yerda sizlar o'rganasizlar, tushunasizlar. Bilim olasizlar. Bilimingizga tayangan holatda savdo qilasizlar. Lekin yo'q, sizlar bilimingiz tayanmasdan 50 savdoga kiradigan bo'lsangiz, stop uradigan bo'lsa yoki sleeve bo'lib polностью nolga tushadigan bo'lsangiz, bu holatda ham qimorga aylanadi. Bu sizlar uchun faqat. Nima uchun? Chunki sizlar 50 kirgansizlar. Qimorda ham xuddi shunaqa omadga tayanib savdo qilingan bo'ladi. Shuning uchun qimor deb qimorga bu sohani aylantirish ham, halolga aylantirish ham, haromga aylantirish ham как bizani qo'limizda. Sizlarni tartibinglar, sizlarni harakatinglar bu narsani
ya'ni olib chiqib beradi. Swap oladigan, komissiya oladigan anovlarda, ya'ni brokerlarda ishlashni ham haromga aylantiradi. Chunki bu narsalar, ya'ni sizlar o'zinglar sof olayotgan daromadinglarni kimgadir haqqi bo'lmasa ham ulush berib deyiladi deb hisoblanib, mana shunaqa. Endi diniy narsalarga man zo'r tushunib olmayman yokida zo'r katta gapirib olmayman, chunki bu narsa juda ham chuqur va boshqa mukammalroq sanalgani uchun va haligacha katta ulamolar arab davlatlarida ham haligacha muhokamaga sabab bo'layotgan narsaga qaysidir bir treyder halol deb yokida qaysidir bir domilla harom deb chiqishi bu xato. Tushunarli? Ma'no mazmuni tushunaylik. Mana shu. Kim nechta odamlar ishlaydi bu yerda, kim qanchalar pullar aylanadi. Prostaki halol yoki harom bo'lishlik bu o'zimizning qo'limizda. Yillik savdo qilib mana bunaqangi strategiya ishlatmasdan prostaki pribali deb mana shu yerdan bakitadi deb ko'zingga shunaqa ko'rinyapti deb o'tirsanglar, u o'zinglarning aybinglar, o'zinglarning xatoyinglar. Tushunarli? Mana shu. Bu holatda как qimorga o'xshaydi, tushunarli? Sizlar yillik ishonmay savdo qilgansizlar. Mani tinglab kuzatayotgan obunachilarimiz bor, men juda ham hurmat qilayotgan obunachilarimiz ham juda ham ko'p. Men sizlarni sevaman, men sizlarni yaxshi ko'raman. Kommentlarni portlatib yuborishadi, sразу hozir men YouTube'ga video qo'yaman. Hali video ko'rishmagan, men bilaman, qalban his qilaman, lekin men podeshka qilishaman, rosa kayf qilaman mana shu joyiga. Zo'r chiqibdi. Hali 5 minut bugun o'tgan kuni ko'rib qo'yib qo'yardim o'zim. Aka zo'r chiqibdi, gap yo'q, bosing deyishyapti. Men lekin bu yerda ko'rib turman. Ular o'ylashadiki, ko'rmayotgandirlar, yozib qo'ya hozirda vaqt bor deb. Lekin hurmat qilaman. Addushi, bu uchun rahmat sizlarga. Nima desam? Как hali video qo'yilganiga 5 minut bo'lgan paytda aka zo'r gap yo'q deb yozishadi, mazza qilaveramanda, chunki hali ko'rishmagan, lekin meni odamlar o'sha hurmat qilishyapti o'sha. 2-3 ta video darslik ham ko'rib, bu video darslik ham zo'r bo'lganini his qilishadi. Shuning uchun o'sha Not Ultra Pubger akamiz bor, o'sha kishi aytganda, videoni ko'rmasdan like bosadiganlar uchun ochadilar, taka open case'larda, bizda ham shu. Videoni ko'rmasdan turib like bosib, komment yozadiganlar, men addushi hurmat qilaman, to'g'risi. U ko'p, to'g'ri, bunaqangi odamlarimizga rahmat sizlarga alohida. Bilmadim, bugungi videoda mana shu narsani aytgim keldi. Endi men YouTube'ga video olib, montaj qilib, montajyor emasman, videochi emasman yokida katta bir ulamo emasman yokida katta bir ustoz emasman. Kimgadir qanday ishni gapirib yokida ortiqcha narsa qiladigan. Men faqat bilim ulashaman, tajriba ulashaman. Misol uchun meni kimdir yomon ko'rishi yokida kimdir menga qasdlanishi hojati yo'q. Men kimdir balasini yo'ldan urayotganim yo'q, ichtirib chaktirib yotganim yo'q. Yokida qaysidir bir insonni qizi bilan sevishib yurganim yo'q, yokida singlisi bilan, opasi bilan yokida. Men yoshim kichkina, to'g'risi. Lekin meni yomon ko'radiganlar nimadir ko'p. Men sizlarni bolanglarni yokida akalarni, ukalarni yo'ldan urmaganman. Kimdir olib turib, so'kib turib haqorat qilib tashlamaganman o'zimdan o'zim. Kimdir dakkilab tashlamaganman yokida kibr bo'lib ketmaganman. Meni yomon ko'rishga sabab yo'q deb o'ylayman. Sizlarga bilim berishdan to'xtaganim yo'q va to'xtamayman ham. Yo'limiz ochiq bo'lsin, savdolarimizga baraka bersin. Hammaga omad, hammaga rahmat. Charchamanglar, sog' salomat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Charchamanglar. Sizlar bilan Trading Mindset.